ayol kishi sizga tegib yayrasin. Shuna zo'r sharoit qilib bering uylarda. Bu maharni Alloh taolo bekoriga joriy qilmagan bu hukmini. Maharni beringda, ayolingiz o'zi sizni yaxshi ko'radi, yana ham yaxshi ko'rib qoladi. Keyin xizmatingizni qilib qoladi, oyog'idan o't chaqnab, ovqatlar shirin bo'lib qoladi. Yuvilmagan kirlar yuvilib qoladi o'zidan o'zi. Ayol kishiga shu erkakda e'tibor kerakdir. Shu narsani bir e'tiborga olaylik. Ayol kishini bir yerdan chiqqan qo'ziqorindas. Ayollarimizni sal chiroyli e'tibor berib, vaqti bilan ularni sal shariatga muvofiq kiyintirib, ko'chaga olib chiqib, bir joyda ovqatlantirib, bir joyda aylantirib, u yoq bu yoqqa olib, bir so'z bilan aytganda, o'sha sizga tekkaniga afsuslanmasin-da ayol kishi. Qayerdan ham tekkan ekanman, rasvoyim chiqarib yubordi demasin-da. Tani joni sog'lom bo'lsin, qara deylik. Biz erkak kishini vazifamiz bu narsa.